1978-yilda tug'ilgan fuqaro 4 nafar farzandning otasi edi. 2024-yilning 8-iyun kuni u uydan har doimgidek oila a'zolari, bolalar va ayoli bilan xayrlashib ishga chiqib ketgan. U ishlaydigan ishlab chiqarish korxonasida yuk ko'taruvchi kranni yig'ish jarayonida kranning bir qismi tushib ketib, fuqaroni bosib qoladi va 46 yoshli shaxs voqea joyida vafot etgan. Kavsar Madad korxonasida ish boshqaruvchi bo'lib turmush o'rtog'i ishlab kelayotgan korxonada 8-iyun kuni baxtsiz hodisa tufayli balandlikda tushib ketdi deyishdi, lekin aslida temir tushib ketgan. Keyin buni biz bir surishtirib bilgandan keyin ular biz bilib qolgandan keyin asl haqiqatni aytishdi. Qarindoshimiz borib zavodda o'rganganda qorovul boshqalar aytgan, yo'q, aslida u tepalikka chiqqani yo'q. Temir tushib ketdi, bular mana bunaqa qilib ko'rsatib aytyapti. Boshqa narsa bo'ldi bu yerda degandan keyin ular biz so'ray boshlagandan keyin nimaga mana bunaqa 2 kun o'tib 3-kun deganda keyin asl haqiqatni keyin bizga aytishdi. O'shangacha biz bilganimiz yo'q. Marhumning ayolining so'zlariga ko'ra, o'sha vaqtda bo'lib o'tgan tergov jarayonida marhumning o'z aybi bilan voqea sodir etilgan deb tergov jarayoni va ish yakunlangan. Ammo da'vogar ishni qayta ko'rib chiqib sudga oshirishni so'ragan. Shu tergov natijasi o'zini aybdor, marhum aybdor bo'lib delo yopildi. Qaytib da'vo qilib, uni tergov natijasi qaytib ko'rib chiqilishini talab qilganimda, javobgar taraf zavod rahbariyati bizga chiqib, do'q qilib, agar qaytadan da'vo qildiradigan bo'lsang, qayerga borasan, sudga borasanmi, prokurorga borasanmi, nima qo'lingdan kelsa qil, hech narsa qo'lingdan kelmaydi, ko'chada qolib ketasan, hech kiming yo'q, mana shunaqa gaplar gapirdi. Da'voyim asl haqiqat qanday bo'lgan? Shunayligicha yozilsin. Aslida nima bo'lgan? Shuni bilmoqchiman. Farzandlarim 18 yoshga kirguncha hech qanday naqasini qilib bersin. Mazkur holat bo'yicha Yangiyo'l tuman sudida sud majlisi boshlangan. Bo'lib o'tgan navbatdagi ochiq sud jarayonida korxona rahbari aybiga qisman iqrorligini tan oldi. Lekin da'vogarning aytishicha, farzandiga moddiy yordam sifatida oliy ta'lim muassasasiga 21 million so'm miqdorida kontrakt to'lovlarini to'lab bergan va 2 marotaba da'vogar ayolning plastik kartasiga 7 million so'mdan jami 14 million so'm yordam sifatida pul to'lab bergan. Ammo da'vogarning advokatining so'zlariga ko'ra, qonunchiligimizga ko'ra biror xodim faoliyati jarayonida vafot etadigan bo'lsa, korxona tomonidan marhumning oilasiga 6 yillik olayotgan o'rtacha oyligini to'lab berilishi kerak. Lekin bu pullar hali hamon da'vogarga to'lab berilmagan. Mana qonunda aytib qo'yibdi, odam vafot etsa momentально 70 oylik berish kerak o'rtacha deyapti. Shuni hech qanday tergovchi nima qilmagan. Keyin qarang, ehtiyot chorasi munosib huquqlarda turibdi. Da'vo ta'minlanmagan. Uni da'vo barmi odam bo'lib o'tiribdimi? Chunki bu oqibati og'ir bu. Odam ketib qolgan bu hayotdan. Voqeaga yanada aniqlik kiritish maqsadida korxona rahbari, ya'ni javobgardan izoh olishga harakat qildik, lekin u izoh berishni istamadi. Sud jarayoniga tergovchi va guvohlarni jalb qilish kerakligi bois jarayon keyingi haftaning chorshanba kuniga qoldirildi. Biz esa ushbu holatni yakunigacha yoritib boramiz. O'ylaymizki, holat qonuniy yakun topadi. Davudxon G'ulomjonov, Asqar Nosirov, Muhammadali Mamajonov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.